Abdusalom Ibrohimov hikoyasi asosida ishlangan "Tushda ko'ringan lola" nomli radiokompozitsiya. Rollarni O'zbek Milliy akademik drama teatrining artistlari ijro qilishgan. Qo'shiqlarni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist marhum Oxunjon Madaliyev hamda muallif Abdusalom Ibrohimov ijro etganlar. Tushda ko'ringan lola. Xayolingsiz mening farog'atim yo'q. Visolingsiz kunga hech toqatim yo'q. Seni sevdim bas. Endi qalbimda muhabbatdan o'zga sinoatim yo'q. Qay kuni men tush ko'rdim. Baxtiyor emishman shunda. Shunday baxtiyor emishmanki, keng qirlik bag'rida qip-qizil lolazor qo'ynida bir ayolga duch keldim. Men uni darhol tanidim. Bu o'sha rosa 17 yil avval meni bir umrlik hijron va iztirob alamiga solib ketgan farishta edi. U menga kulib boqdi va lekin bir so'z demadi. Men beixtiyor bir lola uzib unga tutdim. U minnatdorchilik bilan bosh egdi. Shu payt qaydandir bir dilbar qo'shiq taraldi. Yüreğinin bir bendi üzülgen kecha, asırlar zingari çözülgen kecha. Yüreğinin bir bendi üzülgen kecha, asırlar zingari çözülgen kecha. Çımıldık içinde seni o'rningdan o'ziga bir kelinchak tuzilgan kecha. Yig'ladim, 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 yig'ladim. Biz qo'shiq yangrayotgan tomon yurdik. Uzoq yurgach, nihoyat bir chamanga yetib keldik. Bu juda ham baland o'sgan lolalar makoni bo'lib, haligi qo'shiq mana shu yerdan taralardi. Ayol menga qayrilib, shirin tabassum ila boqdi. U go'yo mendan lolalar qo'yniga kirishga izn so'rardi. Men darhol bosh silkib rozilik ishorasini qildim. Ayol lolazorga asta qadam qo'ydi va men ham beixtiyor uning ortidan yurdim. Va ajab! Ne ko'z bilan ko'rayki, biz turgan makonda shu so'zlar yulduzdek porlab turardi. Bu makonga kirganlar baxtlidirlar. Bilmedim, bilmedim, bilmedim.
Biz bir-birimizga mehr bilan boqdik. Ayol ham, men ham sarxush edik. Siz baxtiyormisiz, azizim? Ha, baxtliman. Juda ham baxtiyorman. Ana u sozni olib, menga bir kuy chalib bersangiz. Ayol ishora qilgan yerda chindan ham mohirona yasalgan tor turardi. Men hayrat ila torni qo'lga oldim-u, chertib ko'rdim. Hayhot, qanday mo'jiza soz ekan bu. Bu qandaydir ajib va qandaydir ilohiy sadolar taratuvchi soz edi. Men torni obdon tobiga keltirib, sozladim va g'oyibdan kelgan bir kuyni chala ketdim. Mening barmoqlarim izmida tor sayrab, ko'ngillar esa yayrab borardi. Sozdan taralayotgan ohanglar dillarning nozik nuqtalariga borib qadalardi. Va nihoyat bir qo'shiqni boshladimki, ayol ham, men ham dunyoda mavjud bo'lgan razilliklar bilan birga kishini yashashga chorlab turuvchi turfa xil eskulik va go'zalliklar ham bor ekanini his eta boshladik. So'zlamas yulduzlar kim bo'ldi giryon bu kecha. Oy so'zlamas yulduzlar kim bo'ldi giryon bu kecha. Ko'zlarimda yosh oqar bas, bo'ldi hijron bu kecha. Ko'zlarimda yosh oqar bas, bo'ldi qanchalar jo'shqin edi. Men kuylardim. Tushimda emas, go'yo o'ngimda kuylardim. Ayol esa hamon tebrangancha xonishlarimni tinglar va tinglay turib ko'zlaridan duv-duv yosh to'kardi. Toki zabonimdan ohang bilan uchib chiqayotgan qorshiq so'zlar badxulq kimsani qay bir mo'minning ko'nglini bayron etish istagidan qaytarmas ekan, kuylashda davom etaveraman deb o'ylardim. Men ishonardim. Shunga ishonardimki, kechagina bir qizning nomusiga tegib, uni el-yurt oldida badnom etgan va bugun o'z hayvoniy nafsini qondirish ilinjida o'lja izlab yurgan bir imonsiz manqurt mening qo'shig'imni tinglasa, ko'ksini changallab qolajak edi. Yana shunga amin edimki, ota-onaga qo'l ko'targan vahshiy farzand nola-yu navoiyning avjida qilgan gunohining aslo kechirilmasligini anglab qolib, u voz tortib yuborajak edi.
nishona gulga oqlar kiprigiga qo'ndi marjon bu kecha ishqim tinglang do'stlari sevgan ko'zlar so'zlasin tingla angla yig'la ko'ngil yig'la el qon kecha shuhrato aytindimi qalb nechun lolsan nechun jim uncha nalan uncha afg'on uncha armon kecha uncha nalan uncha afg'on uncha armon kecha uncha armon bu kecha Nihoyat men kuylashdan to'xtadim. Ayol ko'zlarini ochib, menga termilib qoldi. Sizga ming qulluq azizim. So'zni tilga kiritgan barmoqlaringizga, jozibali ovozingizga ming tasanno. Xush so'zlaring uchun rahmat. Endi menga aytchi, nima bo'lgandi o'shanda o'zi? Nega menga begona bo'lib qolding o'shanda? Axir biz dunyoga bir-birimiz uchun kelgandik-ku. Bir-birimiz uchun yaratilgan edik-ku. O'sha kunda sen kelinlik libosida bo'lg'usi, umr yo'ldoshing bo'lmish o'sha so'qir boyvachcha pinchida o'tirarding. Mening esa nigohim senga qadalgan edi. Butun fikr-u zikrim senda edi. Sen alam va iztirobda yonarding. Men esa dalda berdim. Seni bu kulfatdan saqlab qolishga ojiz edim. Paydari-pay may ichib notiqlik qiluvchilar, kelin-kuyovga baxt tilovchilar shu qadar ko'p ediki, sen o'rningdan dast turib, ey yaxshilar, siz bizga baxt tilamang, aksincha zavol tilang. Axir bu tirik murdaga men otamning qistovi bilan uning umr mazmuni faqat boylikda degan tushunchasi asosida zo'rlik va kuch bilan tegayapman. Men o'zgani sevaman. U yigit mana shu yerda, shu davrada deb hayqirishni istarding. Lekin sen bunga ojiz eding. Men qanday xatoga yo'l qo'ydim a? Axir to'ydan 3 kun burun meni olib ket, yo'qsa o'laman deb aytganding-ku. O'tinchingga nega quloq solmadim? Nega olib qochmadim o'shanda seni? Men jur'atsizlik qildim o'shanda. Yo'q. Aniqrog'i g'ururim zo'rlik qilib, otangning haqoratiga chidash bera olmadim. Uning sen qaysi davlatingga ishonib, qizimni qo'lini so'rayapsan yalangoyoq? Ostonamga qadam qo'ymagin deganiga chiday olmay, imonsiz ekansiz deya qichqirib va yo'lakda senga qahr ila boqib chiqib ketishimga uning mana shu so'zlari sabab bo'ldi. Nega shunday qildim? Nega otangga tushuntirmadim? Nega? Shu qilmishimni eslab hamon o'rtanaman.
To'yingdan bir hafta o'tgach esa meni adoyi tamom qilgan o'sha mash'um xabarni eshitdim. Ey falak, bu ne sinoatki, umrim mazmunini yo'qotdim. Men telbanamo bo'lib qolgandim. Hushim o'zimda emasdi. O'shanda mening boshimga tushgan ko'rgulikni hatto dushmanimga ham ravo ko'rmayman. Nega bunday qilding farishtam? Sening jajjigina qalbing dosh berolmadimi judolikka? Ey, nechun u kunlarni eslash? Shoshmang. Sochlaringizga oq tushibdimi azizim? Siz meni shunchalar sevarmidingiz? Nahotki taqdir bizlarni qovushtirmadi? Nahotki bir-birimizga yetisha olmadik? Siz o'sha kuni yana keldingiz. Lekin men huzuringizga chiqmadim. Chiqa olmasdim. Bilasizmi? Menda gunoh yo'q. O'shanda otam hech bir gunohsiz onamni ayovsiz kaltakladi. Agar yana bir marta o'shaning nomini tilga olsanglar, seni ham, onangni ham chavaqlab tashlayman deb chinqirdi. Va bo'g'zimga pichoq tig'ini tekkizdi. Bo'yningdagi chandiq. Ha, o'sha. Demak, men xomsut emgan banda. Biroq men ham keyin biror bir ro'shnolik ko'rmadim. Sendan ayrilgach, biron kun farog'at ko'rmadim. Sen mening sochlarimdagi oqni aytding. Oh, mening muhabbatim. Axir hijron azobining ilk qilmishi bu sochga qirov tushirishdan iborat-ku. Sochlarimga emas, ko'zlarimga boq. Seni Tangriga topshirgach, qanday sinoatlar ko'rgan bo'lsam, bari mana shu ko'zlarda o'z aksini topgan. Men senga boqib to'ymayapman. Misli bir quyoshday chehrangga boqib to'ymayapman. Men baxtliman, baxtiyorman, chunki men seni ko'rdim. Siz qo'shiq ayting. Yonib qo'shiq ayting. Shundagina qalbingizdagi barcha og'riq, barcha g'uborlardan xalos bo'lasiz. Ishqimiz haqida, o'sha kunlardagi ahd va paymonlarimiz haqida kuylang. Yig'lab va shu bilan birga quvonib kuylangki, qo'shig'ingiz meni shu chamandagi lolalardan biriga aylantirsin. Men esa sizni loaqal bir lola umrchalik muddat ko'rib qolish uchun shu yerda turay. Yo'q. Men aylanib qolay shu lolaga. Shiddatli shamollar esganda oyoqlaring ostiga yaproq bo'lib to'kilay. Yoki havoda charx urib ko'ylagingga misli bir dur kabi o'rnashay. Vujudingdan ufurib turgan islarni hidlab tursam, bas jonim. Sen yorug' dunyoda o'z guliga yetmagan bulbul, o'z baxtini topmagan g'amguzor, suygani bilan qovushmagan ma'shuqa bo'lding. Bir to'p odamlarga falakning qarg'ishi tekkan zamonda baxtiyor ochilgan va barq urib yashnab turgan bir atirgul eding. Sen jamiki diyonatsizliklar ichra tanho qolding. Va lekin o'zligingni yo'qotmading. Ahdingga, ishqingga sodiq qolding. Istasang bosar izlaringdagi tuproq bo'lay.
istasang hech qachon ado bo'lmas yumushlarimni, tirikchilik o'tkazish yo'lidagi yugur-yugurlarimni yig'ishtirib, doimo yoningda bo'lay. Faqat o'tinib so'raymanki, meni hech qachon tuturuqsiz va vafosizga chiqarma. Men axir o'shanda xuddi seningdek ojiz edim. Men faqat sening xayoling bilan yashab keldim va bundan so'ng ham sen bilan xayolan visolga yetishib yashayman. Hayot aslida muhabbatdan iborat ekan, malakam. Qalbda so'nmas o'ti, ya'ni ishqi bor insonlargina eng buyuk baxtga muyassar bo'lishar ekan. Ishq bor ekanki, hayot ham bor ekan, tiriklik ham bor ekan. Ishqsizlarga hayot yo'q ekan, chunki ishqsiz qalb o'lik qalb ekan. Mana shu ekan dunyoning haqiqati. Oh, qanday yaxshi bo'ldi seni uchratganim. Men baxtliman. Men baxtiyorman. Eshityapsizmi? Eshityapsizmi? Men baxtiyorman. Baxtiyorman. Men tin olmay so'zlardim. Qalb so'zlarimni aytish uchun o'zga fursat kelmasligini sezgandek shosha-pisha so'zlardim. Eyvoh. Birdan u mendan yiroqlasha boshladi va bir zum o'tmay lolazor ichra ko'zdan g'oyib bo'ldi. U lolaga aylandi. Men alamdan hayqirib yubordim. "Qo'y, shoshma! Shoshma jonim! Meni tashlab ketma! Tashlab ketma!" Shu payt cho'chib uyg'onib ketdim. Ancha payt o'zimga kela olmay karaxt bo'lib yotdim. Yuragim gursillab urar, negadir o'kirib yig'lagim kelardi. Hushimga kelgach bildimki, yostig'im ho'l, ko'zlarim nam edi. Soat tungi 3 ga zang urdi. Beixtiyor o'rnimdan turib ketdim. Tushimda ko'rganlarim shiddat bilan xotiramga quyilib kela boshladi. Uni ko'rayotgandek edim go'yo. Hijron visolga o'rnini almashtirardi. O'sha tushni ko'rganimdan so'ng xonamdagi guldondan gul, lola arimaydigan bo'ldi. Unga ko'zim tushgach, uni ko'rayotgandek edim go'yo. Hijron visolga o'rnini almashtirardi.